Assalomu alaykum Ruslanjon aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Muhammadjon, assalomu alaykum hammangiz obunachilari. Zamin do'koningiz kelsinlar. Xo'p, nimalarni olib kelib qo'ydilar? Bu vahshiy injiq bu, ha? Hoji otalarimiz, hoji akalarimiz so'ragan uchun chiroyli variantlarni xo'jalik bor. Chiroyli skuterlar olib qo'ydik. Turistga skuterlar. Bu zavatskiy mana shu kabinalari o'ziniki. Qarang, aynalari bor, orqada. Tushgan. Bemalol orqa o'rindiqlar ikkisi chiqadi. Oldilari bir o'rindiq. Bemalol sidinalar harakatlanadi, Oldi orqaga yuradi. Bu yotadi ekan, anaqa. Bundan tashqari qo'shimchasiga ustini hozirgi kunda havolarni sarxillab qo'ygan ancha. Tentlari ham bor mana. Mana shu qopni ichida tent. Tentlarni olib, mana yonlarni yopgan holatda bemalol oylab yurishaveradi. Xo'jalik bor mahsulot. Qor bilan, yomg'ir bilan ketishaveradi. Qarang, oyoqlariga nimalar tashlab qo'yishibdi. Tentlaricha bor. Sakadiska. Qo'liklari, tentlari bor. Tomlar to'liq yopilgan. Xo'p, qaraydi. Bitta knopka bilan dvorni ishlaydi mana qanday. Bitta knopka bilan. Tormozlar ham jipsli tormoz. Qo'l tormozlari tormoz. Oyoqda ham tormozlari bor, qo'ldan tormozlari. Tashqi ko'rinishlari ham chiroyli. Mana shu Xitoyda ishlab chiqqan elektr mobilni oldini nimasidan o'g'irlash kerak deydi. Kommentariy yozib ketasizlar qaysi mashinani, shu oldi shunaqa. Xo'p, narxi necha pul endi bu? Bular narxi Muhammadjon 13,5 million so'm. 13,5 million so'm beryapmiz. Ya'ni mashina Xo'p, bundan assortiment hozir ichkarida juda ham ko'p ekan, bu boshqacha. Boshqacha variantlari ham bor. Ko'p ekan, narxi arzonroq variantlari ham bor. Arzonroqlari ham bor. Bularni ham hozir sizlarga hammasini ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Mahsulotlar ko'p, Muhammadjon. Tovarlar ko'p. Matrol deydi. Nima desa hammasini so'rashaveradi, skuterlar. Qo'shimcha zapchas jihozlarni ham olib beramiz. Ha, zapchaslar ham. Muhammadjon, mana hozirgi variantimizni sal boshqacha holatlari, mana ko'rinishlari mana. Mana hozir bitta ko'rsatib o'tirdi, keyin bir boshdan arzon qilib beraveramiz mana qaranglar. Bemalol ko'rsataveramiz, xudo xolasa. Mana ochiq variantlari bor mana. Orqada zapas balonidan bor edi mana. Xo'p, bo'lmasa aka, bir boshdan ma'lumotini berib o'tiramiz. Mana shundan boshlaydigan bo'lsa, o'sha bag'i bir xil. Hammasi bir xil assortiment. Misol uchun chiroyli bittasini mana tanishtirib o'tsak, mijozlarimizga. Juda ham chiroyli holatda ekan, zo'r ishlab qo'yish. Muhammadjon, mana 3 balonli holatda keng ishlangan. Hali kimlardir ovib ketadi, bir yonga tortib yuboradi deydi. Yo'q, hech qanday o'tmaydi, ovmaydi mana. Mana shu holatda. Ichlari ham mana shumka qilingan, bemalol. Faqat mana plastmassani o'zi bor. Issiqqa ham, sovuqqa ham chidamli, o'tkazdirmaydi. Plastmassa alohida, mana ichida alohida. Shumka qilingan. Xo'p, zadniy chiroqlargacha bor. To'liq sko'rishda boshqariladi. Mana tent shekilda u mana yonga tentlari bor. Yonida tentlarni bemalol o'rab oladi. Havo salqinda ham, yomg'irda ham bemalol harakatlanaveradi. Ko'pchilik so'rayapti, hali mana shunaqa oldi, orqasi begidan ham ko'rsating deb. Mana shu orqasi, mana Hindistonda nimasidan ko'rsating deb kommentariyda. Ha, Muhammadjon, mana bunda keladigan bo'lsa, tezliklari bemalol 40-45 ga chiqadi. Akkumulyator quvvatlangan bo'lsak 32-72 amperdan jihozlangan. Zadniy chiroqlargacha bor. Zadniy kamera bor ekan. Zadniy kameralari ham bor, bemalol. Eng full variant shu. Eng full variant. Mana dvorniklar hamma yoq ishlaydi, joy-joyida. Tentlarigacha bor. Bemalol havo sovuqlikda ham yopiladi, yomg'irda ham yo'llar. Ranglardan mavjud. Ranglarni ko'rsatayman. Qora deydi kimdir. Mana qizil rang deydi, mana молочный rang deydi. Hamma rangidan mavjud. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, buni narxini aytdingiz, necha pul? Muhammadjon, bular narxi 13 million so'mdan. 13 million so'mdan. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bilan. Bu ancha keng ishlashdi buni, mana shu yerdan e'tibor. Matani qaraydi, ancha keng. Ichi ham keng ishlangan. Keng ishlanibdi. Oldiga bitta odam, orqaga 2 kishi, bemalol 2 odam chiqib harakatlanaveradi. Hech qanday noqulaylik
Siz O aka o'zim ko'rdim ko'chada meni uyushtirib 4 kishi ham chiqib qolganda. 4 kishi ham chiqib qolib yurishibdi. Ko'taryapti haqiqatdan. tentlari bor. Tentlari bor. Hozir qarang aka. Bular narxi bir xilmi? 13 million so'm. 13 Hatto million. mana uni kattaroq ochiq varianti ham bor, ha. Bu tentlari ham bor, Bu hokajon. tenti ham. Bu ham 13 million so'm. 13 million so'm. Aka nevarani o'tirgizib ketaverasizlar bozor joyiga. Orqada zapas balon bor mana. Yetkizib olib beramiz. Dastlabki asli vodiy bo'ylab. Eng qizim Zapasga tepasida bagaj ham bor yana. Bagajga narsalarni qo'yib Zapasga balonlari ham bor, ha. ketaverasizlar. Tepada bagaj qismlari bor, oldi yopiq qo'shib chiroqlari ham bor. Bu 13 milliondan bor dastlabki qilib beraveramiz. 13 million so'mga dastlabkasi ichida xudo xohlasa. Keyingi modelimiz, kichikroq modelimiz bor mana. Kvadrat sikl mana. Kvadratskiy. Bir kishi ham o'tirsa bo'ladi, ikki kishi o'tirsa ham bo'ladi, bemalol. Ajoyib ishlangan variant. Ya'ni bu mana suriladi. Ha. Buni narxi necha pul ekan bunda? Bundan avvalroq Oldida bagajlari ham bor. 8 million so'm. 8 million so'm. Yana xayrni qilib beramiz. Mana kelishadigan xonasi bor, xudo xohlasa. Mana bunda 3 xillar skuterlarimiz bor. Mana shu ko'rinishdagi sizdan oldiga ham siljiydi, orqaga ham siljiydi. Mana shu ko'rinishda skuterlarimiz ham mavjud. Xo'p, bular narxi necha pul endi? 3 ballonni Bular narxi- kichikroqlar. 7,5 million so'm. 7,5 million so'm. Xo'p, hurmatli obunachilar, aytayotgan narxi o'sha vodiy bo'yicha 100 ga olib borib berish ichida bo'lyapti. Agar o'zlaring kelib olib kelsa, yaxshi, yana ham arzon qilasiz. Mana bunday variantlarimiz bor. Xonadonjon. Stakandarmi buni? Stakan deyiladi. Stakanni yangicha anaqasi ekida. Yangicha ko'rinishda. Chunki materialcha boshqacha ishlashdi. Bu sidenalar yig'ishtirildi oldiga qarab. Oldiga qarab mana bakoy chiroqlari ham bor. Nimalari, bakoy oynalari ham bor. Bu sidini baqayoqsa 3 xona bo'ladi. Xona bo'ladi. Buni bahosi hozir olib borib berishlari bilan yetkazib olib beryapti. Chiroyli narxlarda. 9,5 million so'm. 9,5 million so'm. Keyingi variantlarimiz Xonadonjon. Bemalol oldiga ham o'tiradi, orqaga ham o'tiradi. Bu variantlarimiz ham bor. Bular hozirgi kunda bahosi 9 million so'm. 9 million. Ya'ni buni o'sha kattaroq variant. Kattaroq variant 9 million so'm. Mana bu ko'rinishdagi mahsulotlarimiz ham bor. Xonadonjon mana. Bemalol uchuvchiga yetib ko'taradi. Orqalari Mashinasi ham zo'r ekan. Mana ham passajirni, 1.2 model deyiladi. Bu ham yuk xona ham bo'lib qolaveradi. ikki tomon eshiklari mavjud. Xavfsizlik nuqtai nazaridan tashqaridan bekiladi. Soatchi qaysidir oila yosh oilalar bo'lsa, yosh farzandlarni chiqarib olgan holatda tashqaridan bekitib qo'yadi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan chiroyli ishlangan model. 1.2 model hisoblanadi. Bu narxi 10 million 700 ming so'm. 10 million 700 ming so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz bepul. Yetkazib olib borib beramiz. Agar shunaqa tent, kabinani qilib berilsa, qancha 11 million necha bo'ldi? 11 million 700 ming so'm. 11 million 700 ming so'm. Agar bunaqa mahsulot olib qo'ygan nimalar mijozlarimiz bo'lsa, Aha. mana shunaqa tom qo'ydiraman, bunaqa zo'rlik qo'yib bersin desa, bu xizmat ham mavjud. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Bunaqa xizmatlarni alohida qilib beraverasizlar, xudo xohlasa. Olib borib bundan qo'yib beraveradi. Hop, mana benzin patronlari, skuterlarimiz bor mana. Mototsikllarimiz bor, benzin. Mana Bu tankda 2025 ha, bular. 2025-yil 150 kubali modellarimiz bor. Rasxod xarajatlar keladigan bo'lsa, 3-3,5 litr benzin rasxod qiladi 100 ga. Buni baholari 11 million 500 ming so'mdan. 11 million 500 ming so'mdan. Yana xayrli qilib kelishtirib beramiz. Bunaqa banklar ham bor. Bu bank modellarimizdan ham bor. Bank modellarimiz. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Skuterlar deysizlarmi? Hammasi assortiment. Assortimentlar oldiga tushamiz. Assortiment. Rapshi ko'p. Skuterlar. Skuter pastda, podvalda. Skuterlar ko'rsatiladi. Hozir mana. Bu tomon mana hammasi kabinali, pol kabinali. Qaysi kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana hozir skuterlarda pastda hammasi. Assortiment nihoyatda ko'p. Skuterlarni ko'rsatishimiz yomon bo'lgan. Bu qanday holatda?
full. Har xil assortimentda. Yoki kelasi minib ko'rib, xudo xolasa olaverasizda. Undan tashqari bu velosipedlar ham bor bu yerda qaraysiz. Velosipedlar ham vakillar vallo yurmagan holatda. Bunga velosipedlar bilan hech qanday dokument so'rashmaydi. Dokument so'ralmaydi. Olasiz minaverasiz, ortiqcha dokument kerak emas. Tayyor holatda. Tomonda ham bor mana. Bemalol chiqaveradi. Skuterlarni ko'rsatishingiz mumkin Muhammadjon. Ko'rishing. 8 milliondan 6 akkumulyatorli skuterlar bor. Ular Yana hayratga kelishtirib beramiz. kelishadigan xonasi. Tormozlar mana. Qo'l tormozlari, jitkislar, tormozlari ham. O'rinli silinglar, undan tashqari dastlabki nimalari bor. Bachoylar. Bachoylari bor. Bemalol. Eng qizig'i buni oldi ham jitkis, orqasi ham jitkis. Orqasi ham oldi ham jitkis tormozlar. 6 akkumulyatorli jihozlangan. Redline modellarimiz bor mana. Redline modellar bor mana. Ko'rishingiz mumkin. 5 million 700 ming so'mdan. Redline. 5 million. Skorstlari redline holatda. Skuterlar bor Muhammadjon. 4,5 million so'mdan, 4 million so'mdan to 9 million, 8 million so'mgacha skuterlar mavjud. Mana shu holatda hammasi assortimentlarimiz bor. Bemalol olib chiqishaveradi. Mana shu modeldan desa, mana shu model desa, shu modelni ham surish bilib, to'liq ma'lumot yetkazib beraveramiz. Mana shu modellarimiz mana 5 million 400 ming so'mdan. 5 million 400 ming so'm. 5 million 400 ming so'mdan. Akkumulyatorlari yangi, hammasi 2025-yil. Akkumulyatorlar garantiya beriladi. 1 oy garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Xudo xolasa. Mana shu modellarimizdan ham bor mana. Bemalol akkumulyatorlar yangi qo'yib beriladi. Hali akkumulyatorlar qo'yilmagan. Qo'yilmagan, ha. Klient ko'zini yonida yangi ochib qo'yiladi. 4 million so'mdan mana. 4 million so'mdan mana qaraydi. Xo'p, telefon qilaverasizlar, yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun, ya'ni sotib olish uchun bu yerga kelib, o'zlaring ko'rib, minib ko'rib olsalaring bo'laveradi. O'zlaring kelib olib ketsalaring, narxlar yana ham arzon bo'ladi. Chunki hozir aytilayotgan narxlar o'sha vodiychi dastavkasi bilan aytilayotgan narxlar. Telefon qilaverasizlar, pastda nomerlar bor, o'sha nomerlarda telegramlari bor.